Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun yangi obyektimizga gazabloy liniyasini o'rnatib berdik. Kimga shunaqa gazabloy liniyalar kerak bo'lsa, gazabloy chiqarmoqchilar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Chutki, chiroyli narxlarda sifatini ham juda yaxshi qilib beramiz. Xo'p, bu yerga 16 ta qolib qo'yib berganmiz. Bitta mishalga hozir mana suv bachoylarini montaj qilyapmiz. Xo'p, 16 ta qoliplar narxi $250 o'rnatib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Qolipda ma'lumotga keladigan bo'lsa, uchli rossiyskiy listdan bo'ladi. Profillari 1.8 stena, 5 ga 3li yoniniki, pastniki 8 ga 4 profildan bo'ladi, akalar. Shuni e'tiborga olib qo'yinglar, 8 ga 4 profildan. Keyin mana ruchkalari, yonida ruchkalari unaqa prujinali emas. O'sha zavod zasholkadan qo'yiladi. Donasi unaqa 25-30 millik zasholkamiz. Bundan donasi 55 ming so'm turadi har bittasi. Har bittasi. Bitta qolipga 4 tadan qo'yiladi. Mana ko'rayotgan bo'lsalar mana. Qoliplar hozir tayyor yog'lanib qo'yilgan. Hech qanaqa burchaklarida kilaylanmagan yoki albastirda bunda yanab chiqilmagan. Hech qanaqa yog' ham o'tkazib yubormaydi, suv ham, loyni ham o'tkazib yubormaydi. Bir tomchi ham loyni qo'yib yubormaydi, xudo xolasa. Xo'p, общий narxi bu yerga 16 ta qolib $250 dan bo'ldi. Bu yoqda mishalka, reska, bochka komplekt $1000 ga qo'yib berdik. Xo'p, bu yerga 16 ta qolib deganim 16 ta 8 ta to'liq komplekt shunaqa qolib bo'lgan. 8 ta paddonni o'zi bo'lgan. Xo'p, paddonni o'zi bo'lsa $140 dan qilib beryapmiz. Xo'p, polni qolib $250, yoni kerak bo'lsa $110 dan qilib beramiz. O'sha zasholkalar bilan birga kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p. Mishalkamizni ko'rishingiz mumkin. 220 da ishlaydi. Hozircha 220 da qoldirdik. Xo'p, 8 tani quyib bo'lgandan keyin nimaga paddonni o'zi deydiganlar bo'lsa, 8 tani quyib olgandan keyin yonini shunday yechadi. Qolgan 8 tali paddonga shunday qadayda quyib yuboraveradi. Shunda qolipni yonidan ekonom qilinadi. Shunda 16 ta qolib bir kunda bemalol abatgacha quyib bersa bo'laveradi. Misol 8 ta qolibga 1,5 soatda quyib bersa, yana ichcha damini oladi. Hozir ro'zani kunida bemalol yaxshi bo'ladi. 4 soatda qatiydigan bo'lsa 3 soat, 3,5 soat damini olib kelib, yana yonini bo'shatadi. Yana 8 taga quyib beradi. Abatgacha xudo xolasa quyib yuborsa bo'laveradi. Ertaroq chiqib 6:30 larda chiqsa bemalol quysa bo'laveradi shu 16 taga. Keyin o'sha to'rlarda bitta kelib 1,5 soat ichida kesib beradi. Shu bilan 16 ta qolipdagi g'ish bor, xudo xolasa. 12 tadan hisoblaganda 200 tadan ortiq g'ish bor bir kunda. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ikkita odam bemalol quyadi. Hozirgi ish jarayonini tushuntirib o'tdim. Xuddi o'sha ish jarayonini ikkita odam bemalol qila oladi. Mana tepadan shunaqangi suvlar tushgan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kimga kerak bo'lsa tezlashtirib yetkazib beramiz.